Agar men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Agar Rahmatjon komandada bo'lmaganda, sinfdosh serial boshlanmagan bo'lardi. Boshqa kontentda yuritayotgan bo'lardik. Balkim bu darajaga chiqmagan bo'lardik. Agar Rahmatjon komandada bo'lmaganda, men hali ham faqat komediya stilida video olib yurgan bo'lardim. O'tiring. Ozgina endi. Normal. Men bilan bo'yin. Agar Rahmatjon komandada bo'lmaganida, men blogerlik sohasiga qadam ham qo'ymagan bo'lardim. Qadam. Agarda men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Cheslikda men sindosh serial yarmida to'xtirdi, montajga ulgura olmasdik. Dardlar nimadir bo'lib ketardi. Montajda kadrlarni ula olmasdik. Agar Xurshidaka komandada bo'lmaganda, men umuman bu komanda a'zosi bo'lmas edim. Buni ko'rib tursam bo'ladimi? Sani ko'rib xafa bo'lib ketaman. Men qiz bolaman. Qiz Agar Xurshidagi komandada bo'lmaganida, ili chiqib ketganlarida biz ulardagi rejissyor topa olmagan bo'lardik. Agar men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Zo'r bo'lardi deb o'ylayman. Agar Zaryor komandada bo'lmaganida men Belarusga ketardim. Men bildim. Agar Zarnigor komandada bo'lmaganida biz sinfdosh serialga boshqa qiz olgan bo'lardik. Balkim u qiz bilan bunchalik darajaga yetishmagan bo'lardik. O'zi eshitmasin. Aktyorskiy ancha yaxshi. Ha? Ancha yaxshi. Hazil-hazil, любой время syomkaga chaqirganda kechqurun soat 3 da chaqirsa ham 3 da ham syomkaga kelgan, ertalab ham turgan, постоянно bizani uyg'otadi, syomkaga majburlab syomka qildiradi. Deb aldab qo'ydim. Yo'q, mana shu gaplar to'g'ri. Gaplaringga like. Men sizga aytmayman, Zaryorga aytaman. Yo'q, to'g'ri aytyapsan. Sen do'ron kelgan, qilib kelgan, ko'p xijolat bo'lyapti, to'g'ri? Agar Zarnigor komandada bo'lmaganda, kayfiyatimiz tushib ketganda bizni kayfiyatimiz ko'taradigan odam bo'lmasdi. Agar men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Qarshida gunon bo'lib yuraverdik. Ostida. Agar Samandar komandada bo'lmaganda, bunaqa uzun insonni To'liq o'zgartirish Agar Samandar komandada bo'lmaganida, bunaqangi punktualniy ishlar, bunaqangi syomka masalasida punktualniylikni faqat Zarnigorda, ya'ni faqat qizlarda bo'ladi deb o'ylardik. Men shunaqa o'g'il bolalarda ham shunaqa punktualizm yo'q deb o'ylab yuravergan bo'lardik. Nima o'zim maqtab qo'ysam? Ya, Samandar. Mayli, nima gapirman? Montaj o'rgatganman. Maqtanaman. bo'lsa-ham bo'lmasa-ham, agar Samandar gruppada bo'lmaganda bunchalik mehribon yigit bo'lmasdi gruppada. Komandar hamma zakazlarni olib kelib beradi. Agar bu yerdagi birorta odam komandada bo'lmaganida, bu komanda bo'lmas edi. Tugadi.